Ama ko'rayotganlar rezanga emas, nurmiyan ximiri. Ama shunda ximir tatishni o'rgansam bo'lmaydigan do'stlar, filmni oxirigacha ko'rib foydalanib qolinglar. Yaxshimisilar to'rdoshlar? Men sizlarning oshpaz Usmonlar Sultan. Mana olib qolsa Pinxuy. Pinxuy degan mana ikkita xat bor, Pinxuy. 1 kilo so'qishimiz. Mush qanqa o'lchamlik 1 kilo hamda 300 gram Pinxuy janglaymiz. Avval muşta qo'shiq bilan suvni tez suratda ilashtiramiz. Ana buni az miqdor azdan to'kmizmish, har bir tushgan dora to'liq erib ketish kerak. Mana. Dorining kamiz to'kib bo'lgandan keyin ilashtirmay qo'yib qo'ymaymiz, Buni to'xtamay ilashtiramiz, tigiga qaraymiz. Mana o'sha kallak bo'lib qolib qolsa, buni ezibitimiz. Ezibitib to'xtamay ilashtirib tigida ushaq. Mana bu yerda tigida qilib qo'ygan ushaqlar qolsa, to'q erigicha ilashtiramiz. Muştaq ko'piga to'liq chiqib bo'lgandan keyin buningki yig'iblan bir navatla buzib etmaymiz, oldirmay mana. Oldirmay. Azaq suv bilan chiqasa ishlanmaydi. Suyni ayasab ko'piga ilishib ketadi. Mana işte az oldirmay. İşte elib olamiz. Endi hozir jug'urligimiz qas 1 kilo un. 1 kilo unga muştaq tangishib olgan o'lcham, tangishib olgan doridan 15 gram dori bo'lsa yetadi. Bek ölçemeye kasalmışlar, cınlığa sanlı buldu buna. Tuzdan 25 gram etrafı tuz birmem anınca. Tuzdan bir bağandan keyin avval su qo'shamiz. So'yib qilib qolsa 450 gram etrafı su. Tuzni avval tekshirib olamiz. Endi qolsam yug'urish bosqichi pek muhim buniki. Jiqtordash andimda ilashtirib yug'urib qolamiz. Avvalga mana cho'ristik unni mana tekda yetkizib, o'ttirga mana suv milab o'ttirga atamiz, o'ttirga. Endi mana cho'ris qilib qolgan unni o'ttirsiga yig'imiz. O'ttirsa yig'ib bo'lgandan keyin mijib etmaymiz. Jiqlar shu ikkil mijiblar un qilib qo'ygan gap. Angize ximir bo'lib qolgan yerga un yeyishmaydi. Mana qilib qolgan unlari teshib turib qolgan keyin uni ximirimiz quruq chiqib qoldi. Avvalga mana takshi yinik qattiq mijib etmaymiz. Mana quruq unlarni mana bu o'ttirsiga etib, mana suviga ximir bilan birga mana takshi ilashtiramiz. Mana takshi mijmaymiz qattiq. Mana ikkilashtirdi, quruq unlar tugab ketdi mana. Mana. Nəyət unva. Endi mat şaq tır yeyiş bilan birga unni qayta başdan tuzuk bir yeyishtiramiz. Jug'urib mahalat ekib olgandan keyin ma'lum qilib qachilib qolsa, may odatga may shu, suv may. Hamma bir maylab xamirimizni bir chaylab, bu xamirimizni ushshaq tutamiz. Mishta tutib xamirimizni. Abatning jinglagan dorimizningki 3dan 1 qismini hozir mush xamirga birib yegizib o'tamiz. Bundan keyin xamirimizni mana çekilen dara. Darımızın bir bəduq. Birinci qitim dar jiq kəsin bo'lmaydi, bunu qo'yamiz. Bunu qo'y jiq kesse xamir sag'irib oldi. Xamirimiz mana yug'urib bo'lgandan keyin tigini normal maylab xamirimizni bir 15 minut tindiramiz. Mana xamir tinib, itni azroq qo'yib bergandan keyin anda ikkinchi qatim ishlash bosqichiga o'tamiz. Xamirimizni bir 10-15 minut tindirib oldik. Mana
Ranglar mana xemir tınğandan keyin işte yumşaydı. Yumşagandan keyin hem da may ma o. Mayni bir berip xemirimizni yana kichik ushaq tutib kichik maqsad dar undan singsun deb tutamiz. Hozir ma'abet ep qolgan darimizni bir bet yo'q. Hozir ma dar to'liq bir betdimi? Qaydimcha azroq ep qolamiz. Yangi quvvat qo'llab qolsang ep qolasizlar. Mana arkadaşlar xemirimiz mi sınıp gitti. Mana. Mana. Lekin jiz qilish holatiga ekvetmidi. Yani o'ziniki shu yupyan holatini mana asilish holatiga ekvetmidi. Lekin xemir hozir o'zining jalliq holatini saqlab turibdi. Endi Mesela mahkemenin azrak kesip aldık dedik Cihimir demeni azrak kestik xerda kirdi. Şunun qarta düşünüp noksanlar buldu. Bunun hem de şu kılalette rolik qilimiz. Muş rolik qilish pek muhim. Muş rolik qilishqa jiq gün evvella şu muş rolik qilishdan qechib barib jiq birdiğanga. Jiq birib qilgandiki shunlar xemir mo ishtik echiladi lekin jonsiz, mishmish bo'lib qolgan gap. Shunga xemir işte tınıp olğan iken qo'ldim işte to'xtamay rolik qilamiz. Mush rolik qilish jarayonida his qilasizlar xemirniki u yeri sag'osh bu yer oqmishda bo'ldi. Rolik qilaversan xemir oqirdi, oppoq oqirib ana keyin paras ovoz chiqdi. Mush xemirning orasiga shu kirib qolgan shu yella chiqdi. Mush xemir rolik qilish jarayonida paras ovoz chiqdi. Ashta holatga kelgan chaqda bo'lgan bo'ldi. Muşunda rolik qilamiz shu xemirni. Muşda rolik qilamiz. Mana xemir rengi oppoq hozir mana. Mana. Oppoq. Mana. Tabiiy bunda. Mana. Mana rengi qasam oppoq süp-süzük holat kelib qoldi mana. Mana. Endi ham işte keltirib qo'ygan rolik echib qo'ygandan keyin xemirni. Mush cho'ris boshqa kelamiz. Biz cho'riga vaqtimizda tekshilib bir cho'rib xemirninki tiqim ikki plamaga ayirib qolsa to'liq keltirib o'tamiz. Xemirni mana to'liq rolik echib o'tgandan keyin bekchiq cho'ratmasak bo'ldi. 4-5 yil beqilsak xemirimiz asosan tanishib bo'lgandan keyin kelib qoladi. Endi tatib bir sinab baqilay. Qaranglar mana. Mana. Qashni ochib olsam, işte bu. Qaranglar. Mana. Chaplashib qolmaydi. Uzilib pataraq bir chejarab ketmaydi. Gap endi butun mehrimizni berib, bilan shu mehrimizni berib qilsak, cho'pimiz mana chiqdi. Mana kesgan cho'p emas, ko'rdinglar. Nuriman ishi mana. Qaranglar. Mana. Nuriman xemir suziladi, lekin menda varas burus uzilib bunda bo'lib ketmaydi. Turdaşlar dersimiz ayaqlaşdı. Hazırki ko'rdinglar, mush xemir ishlash yugurish usuli Nuriman, Seriga, Shahalag'man hammasiga o'rtaq tushdi. O'rtaq mushkullar yugurib, mushuni tindirib ishlatsanglar bo'ladi. Filmni ko'plab bir tarqatib qo'ygan bo'lsanglar, foydalangan do'stlar foydalanib qolsin. Meni qo'shmagan do'stlar qo'shib beringlar. Kunda mushundaq
xemir türde, başqa türlerde müştah yanlıq dərslər günü yollanıb durdu. Köpləb tarqıtıb qoyunlar, haqsız yürekli köpürək besib qoyunlar. Paylanmagan dostlar paylanıb qalsın. Kelek dərs görüşelim dostlar. Xeyr xoş.